O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Rasxat qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Energiya men uchun bitta like, подписка sizlardan. Agar bu video qarshingizga chiqdimi, demak, именно bu rasxat siz uchun. Tak, ketdik o'rtoqlar. Bu rasxat именно energiya men qilganligi, ya'ni like, подписка bosganligi tegishli. Tak, ketdik. Tak, o'rtoqlar, hozir men 21+ kartasida ochayotganim uchun ba'zi joylarni, kartinkalarni ko'rsata olmayman. Shunga o'zingiz uchun bilib oling. Tak, o'rtoqlar, o'zingizdan salgina yoshi kichikroq bir inson bilan отношение, muloqot chiqyapti. Avvalambor shuni aytib o'tay, yokida siz ajrashgan ayolsiz, yokida ikkinchi turmushingiz shunday yosh, o'zingizdan xullas yoshroq bir inson bilan avvalambor отношениyangiz chiqyapti. Keyingi kartamni ochadigan bo'lsam, keyingi kartamda menimcha siz ajrashgansiz. Chunki bilasizmi, juda ham qiynalish chiqyapti. Birinchi turmushingizdan juda ham bir og'ir qiyinchilik, yig'i. Hozir endi bu kartamni anaqa qilsam ekan. Endi bundoq qilib ko'rsatay endi. Tak. Hattoki bilasizmi, og'riqlik joyi kelyapti. Ozgina kaltakmi yoki shunga o'xshash narsalarmi, urishmi, qo'l ko'tarishlarmi, shunday narsalar ham chiqdi-da. Bilasizmi, u inson ikkiyuzlamachi inson, ya'ni asl yuzini siz hech qachon ko'ra olmaysiz. U har doim maskada bo'lgan. Boshqa, ya'ni ko'chada umuman boshqa inson, uyda umuman boshqa, ko'ryapsizmi? Ko'p maska chiqyapti. U inson, ya'ni agar ajrashgan bo'lsangiz juda ham yaxshi vыбор qilgansiz. Tushunyapsizmi? Chunki juda ham aziyatli hayot kechirganingiz chiqyapti. Agar hozirgi danni время shunday ahvolda bo'lsangiz, biror bir hozir maslahat bera olmayman. Hayot sizniki hozir. Men sizni o'zim lичный ko'rmagunim uchun biror bir narsa ayta olmayman. Lekin bitta narsa aytishim mumkin, bilasizmi? Hayotingizda shayton yuzli erkak bor. Ehtiyot bo'lasiz, tamommi? Shayton yuzli erkak bor. Yaqqol chiqdi. Siz qanday vaziyatdasiz? Siz ozgina maska, ya'ni maskada bo'ling.